E'tibor beringlar, mana turba, vozdуховодlar uchun turbalar o'sha past qismida mana kigizilib, nabarot kigiziladi. Odatda suv tomdan oqish uchun galovka tevada bo'ladi. Bu joyda galovka pastda bo'ladi. Sababini topganga yaxshi komment yozib bering. Vertikalni turibdi mana cho'tki bo'lib. Kalonlarga nisbatan ko'rsalaring vertikalni cho'tki bo'lib turibdi. Ko'p joyda ko'rib qolamiz. Turbalar qiyshiq bo'lib juda ham bir xunuk bo'lib chiqib qoladi. Dalnishi mana bu 3 metr bo'lsa, bizda hozir 3.5 devorimiz, rilga nisbatan yana tekis qilib olib ketamiz. Tomga chiqqanimizda ham bitta chiziqda, bitta turganini ko'rsatamiz. Kuzatib boringlar, shunaqa roliklarni hamma mayda-chuylarga e'tibor berilsa, birinchidan chiroyli chiqadi. U ishni qilgan odam xursand bo'ladi. Keyin u ishni ko'rib, zagarchi xursand bo'ladi va tajriba oshadi. Shuni hisobga olib, har bitta ishga imkon qadar mehr bilan yondashilsa, to'g'ri endi ayb bo'ladi, iloji adashamiz. Biz ham adashamiz, xato qilamiz, qish qilib qo'yamiz, kalta qilib qo'yamiz, uzun qilib qo'yamiz. Hamma joyda bo'ladigan ishlar. Lekin imkon qadar harakat qilamiz. O'sha adashmaslikka, chiroyli chiqishga, baquvvat puxta bo'lishiga harakat qilamiz. Ko'pchilikka tarqatsalaringiz xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.